Tak, okey. Hammaga assalomu alaykum. Bu safargi videomiz chiqishi juda ham kechikib ketdi. Sababini hozir tushuntirib beraman. Xullas, hozir siz meni xonamdasiz. Tanimaganlar uchun men ismim Mahror. Men startaper, tadbirkor, marketolog, shunaqa ozroq falsafa, ozroq sport, hammasidan bor odamman. Sizni hozir ozroq mehmon qilmoqchiman o'zimni xonamda. O'zimni yaxshigina bir g'oyalarim bilan. Tak. Ovoz sal shovqin bo'lishi mumkin. Nimaga desangiz, tashqarida nima bor? Yomg'ir yog'yapti. 2 kundan beri shunaqa yomg'ir va bunaqa ob-havo odamga bir qarasa kayfiyatini sal tushiradi, bir qarasa odamga boshqacha sokinlikni beradi. Stoitsizm, ya'ni nima desam bo'ladi? Sizni o'ylar ichiga olib tashlaydigan, misol uchun tafakkurga eltib boradigan ob-havo shu, xullas. Yana ham ko'rsatsam o'zi yaxshi bo'lsa kerak. Atay mikrofondan foydalanmayapman, sababi mikrofon bu tashqaridagi ovozlarni chiqarib bera olmaydi, ya'ni tabiatning ovozini bera olmaydi. Xo'p, olis tomonlarga qarasangiz, bulut hammasi yaxshi. Shunaqa gullarimiz bor. Gullarimiz sizlarga salom aytyapti. Xo'p, ozroq gaplashamiz siz bilan. Qaysi tomon qulay? Shu yer qulaymi? Bo'pti, xo'p. Bugun minimalizmga e'tibor beramiz. O'tgan safar bu tomonda video oldik, lekin ular chalg'ityapti deb odamlar aytgan ekan. Tak, shu yerda iloji boricha hamma g'oyalarimni berishga harakat qilaman. Tak, bitta tekshirib olishim kerak. Hamma narsa yaxshimi? Xo'p, menimcha yaxshi. Bugungi mavzuyimiz nimaga aynan video uzoqda chiqdi? Buni sababi qachonki meni miyamga, o'zimning hayotiy tajribamdan haqiqatda ishlaydigan qaysidir bitta insight kelib bo'lsa, o'shanda post qilishga shaxsiy va'da bergandim o'zimga o'zim. Ya'ni g'oya kelmasa yokida nimadir muhim bo'lmasa, hayotingni o'zgartiruvchi narsa bo'lmasa, yokida haqiqatda o'zing amal qilmaydigan narsa bo'lsa, uni ommaga chiqib, ommaga mana shu narsani qilinglar, shu narsani orqasidan ergashinglar, shu narsa sizlarni muvaffaqiyatli qiladi, natija beradi. Unaqa gaplar gapirmaslikka o'zimga o'zim va'da berganman. Nimaga bu sababi lider hech qachon o'zi bormaydigan manzilga o'zini qo'l ostidagilarni yubormaydi. Lider doim jamoa bilan birga bo'ladi va birga harakat qiladi deb o'ylayman. Meni maqsadim ham o'sha jamiyatdagi yaxshi liderlardan bo'lish. Buning uchun nima qilishim kerak? O'zim qilmaydigan ishni boshqalarga tavsiya bermasligim kerak. O'tgan safar erkak kishini chalg'ish haqida maslahat bergandim. Sababi u yerda maslahat emas edi. Bu yerda o'zimning fikrlarim yoritilgandi. Haqiqatda erkak kishini chalg'itadigan narsa, eng katta to'sqinlik qiladigan narsa o'sha chalg'ish jarayoni va komfort, shular haqida gaplashgandik. Bu safargi mavzuyimiz bo'lsa, nimadir qilish bo'ladi. Nimadir qilish. Tak. Bu mavzu aslida ichiga juda ham chuqur kirishsa arziydigan mavzu, lekin qisqa vaqt ichida tushuntirishga harakat qilaman. Bugun shu yomg'irda o'ylab qoldim. Eng hurmatsiz erkak kishi bu hayotida hech qanaqangi progress qilmaydigan erkak kishi. Biz o'zi g'oyamiz bor edi. Bugun kechagidan yaxshiroq, ertaga bugungidan yaxshiroq bo'lish kerak degan. Progress qisqacha qilib aytganda shunaqa bo'ladi. Progress bu natija va natija har qanday formatda ko'rinishda bo'lishi mumkin. Agar kitob o'qisak va undan narsa o'rgansak, progress ilm, bilim olish ko'rinishida keladi. Agar sport bilan shug'ullansak, o'zimiz sog'lom bo'lsak, o'zimizni energetikni his qiladigan bo'lsak, bu degani o'sha progress fizически keldi degani. Agar biz uydagilar bilan, do'stlarimiz bilan, boshqa atrofimizdagi odamlar bilan munosabatimizni yaxshilaydigan bo'lsak, bu degani bizning progressimiz munosabatlarimiz ko'rinishida, aloqalar, отношениялар ko'rinishida yaxshi keldi degani. Progress har qanday bo'lishi mumkin. Progress qalbda bo'lishi mumkin, progress miyada bo'ladi, progress tanada bo'ladi, progress ruhiyatimizda bo'ladi, progress energiyada bo'ladi.
Progress havoda ham bo'lishi mumkin, bilasizmi? Buni misoli shu xona taxminan 3-4 soat oldin juda ham yomon holatda edi. Bir haftalab umuman hech qanaqasiga tozalanmagan holatda edi. Aniqrog'i oynani ochmayotgandik, pardani yopib qo'yib faqat ishlayotgandik. Ichkarida bo'lsa shu havo o'zi aylanib yurgandi. O'zimiz nafas olib, lekin oynani ochdik. Oynani ochganimizdan keyin yangi havo kirdi, havo aylandi, havo yaxshilandi. Bu progress. Havoda ham progress bor. Hamma narsa progress. Hech qanaqa progress qilmagan odam, erkak kishi, u hurmatsiz erkak kishi. Jamiyatda uni hech kim hurmat qilmaydi. Oilada ham xuddi shunaqa. Hech qanaqa progress qilmasdan faqat yotgan odamni hech kim nima qilmaydi? Hurmat qilmaydi. Tak. Endi ko'pchilik odamlar bor, ularning maqsadi yo'q, ularning rejasi aniq emas, yokida ularning yo'llari shu darajada blok bo'lib ketganki, ularning yo'llari shu darajada yopilib ketganki, aynan nimada progress qilish kerakligini bilmaydi. Nimani yaxshilash kerakligini, nimani ustida ishlash kerakligini bilmaydi. Shu ularda muammo bo'lishi mumkin va shu sababli shu videoni o'sha odamlarga nimadir qilish haqida gaplashamiz. Xo'p. Direct actions bor va indirect actions bor. Aytaylik. Tak. Direct actions bu sizni bitta maqsadingizga to'g'ri harakat qilsangiz, ya'ni to'g'ri amal qilsangiz olib boradigan harakatlar. Misol uchun til o'rganmoqchisiz, kursga yozilishingiz kerak, bitta harakat. Dars qilishingiz kerak, bitta harakat. So'z yodlashingiz kerak, bitta harakat. Boshqalar bilan razgovor, speaking qilishingiz kerak, bu bitta harakat. Mana ko'ryapsizmi? Har kuni 2 soat kitob o'qishingiz kerak o'sha tilda. Mana grammatikani o'rganishingiz kerak. Bular hammasi direct harakatlar deyiladi. Bu qachonki sizda bitta maqsad bo'lsa, o'shanda amal qiladi. Lekin sizda maqsad bo'lmasa-chi, lekin sizda strategiya bo'lmasa-chi, qayerga ketayotganingizni bilmasangiz, lekin siz progress qilishingiz kerak. O'sha paytda qanaqasiga o'zingizni progress qilayotganingizni ko'rishingiz mumkin. Xo'p, endi indirect actions haqida gaplashamiz. Bizning hayotimizda juda ham ko'p to'g'ri bo'lmagan harakatlar bor. Bizni yaxshi odatlarimizga, ya'ni yaxshi maqsadlarimizga erishishga yordam beradi. Misol uchun bittasini aytaman, intizomli bo'lish. Intizom hamma narsada ko'rinishi mumkin. Har kuni uyga kelganimizdan keyin oyoq kiyimimizni ertangi kun uchun tayyorlab, tozalab qo'yishimiz ham intizom bo'lishi mumkin. Har kuni uyg'onganimizdan keyin yotgan joyimizni tekis qilib tozalab qo'yishimiz ham bu intizom ko'rinishida bo'ladi. Har kuni endi o'g'il bolalarga 100 ta anjumani qilishimiz bu intizom ko'rinishi bo'ladi. Har kuni o'tirib kitob o'qishimiz hech bo'lmasa 5 minutga bo'lsa ham, u ham bitta intizomning ko'rinishi bo'ladi. Va shu intizomlarimiz, shu harakatlarimiz intizom shakllantiradi, kichkina bo'lsa ham va bizni mana direct actionsimizga ustun bo'lib beradi. Ya'ni u til o'rganishda ham faqat u harakatlarni nima deydi, bir kun qilib qo'yib turib, keyin bir hafta dam olib, keyin yana bir kun qilib qo'yib, bir hafta dam olib, unda kelmaydi unaqa natijalar. U natijalar qachonki biz har kuni intizom bilan qilganimizda keladi. Va u intizomni biz qayerda shakllantiramiz? Nimadir qilishga unikmasdan shakllantiramiz. Ya'ni prosta yotib qolmaslik kerak odam, prosta uyda yotib qolmaslik kerak yoki prosta hech qanaqangi bekorchi bo'lib qolmaslik kerak. Bekorchidan xudo bezor. Shunaqa bekorchilik odamni chiritadi, ayniqsa erkak kishini. Erkak kishini tanasi polniy, uni atrofidagi hamma jismi qurishga shakllangan. Biz nimani qurishimiz mumkin? Tanamizni, ongimizni, xotiramizni, fikrlashimizni, aloqalarimizni, отношениямizни, gaplasha olishimizni, notiqlik san'atini, mahoratlarimizni, cho'ntagimizni, moliyaviy holatimizni, boshqalarga yordam berishimizni yoki biznesimizni, shunaqa narsalarni qursak bo'ladi. Aslida biz qurish uchun yaratilganmiz desa ham bo'ladi. Ya'ni qurish qanaqa ma'noda? Biz qurgan narsalardan boshqalar manfaat oladi. Biz agar xarakterimizni qursak va xarakterimiz go'zal bo'lsa, bizni atrofimizdagi odamlar u xarakterdan xursand bo'ladi. Biz bilan gaplashib maza qiladi, bizdan yordam so'ray oladi. Bizdan misol uchun maslahat oladi. Qachonki bizning xarakterimiz kuchli bo'lsa. Xo'p. Endi nima qilish kerak haqida gaplashamiz. Nimadir qilish kerak bu haqida. Siz agar hozir umuman maqsadingiz yo'q bo'lsa va nima qilishingiz kerakligini bilmayotgan bo'lsangiz, eng kichik narsani qiling. Eng kichkinasini. Eng kichkina va eng oson. Olma terayotganingizda ham nima deydi? Olmani eng yaqinida turganini olsangiz osoni, to'g'rimi? Chembo tepasiga chiqib qiynalganingizdan ko'ra.
Ya'ni sizga eng yaxshi va eng tez natija beradigan ishlarni qilish kerak. Eng osoni, lekin o'zingiz qilsangiz qalbingiz maza qiladigan. Bu degani qalbingiz maza qiladi deganim hissiyotlarga berilib xohlagan ishingizni qilib keting deganim yo'q. Qiz bolalar bilan gaplashing demayapman, sigaret cheking demayapman, chiqib yomon ishlar qiling demayapman. Yokida vaqtingizni bekorga sarflab reels ko'rib yoting demayapman. Har qanday ishni qilishingiz mumkin, agar u sizga ongli ravishda yaxshi mazmun bersa. Qurishning ham maqsadi shu. Qurmagan kuningiz siz mazmun topmaysiz hayotingizdan. Mohiyat topmaysiz. Mohiyat bu muhimlik degani. O'zingizni muhim deb his qilmaysiz. Shu sababli oshxonada idishlarni yuvib qo'yish bo'lishi mumkin bu narsa, oddiygina. Yokida anchadan beri siz gaplashmayotgan do'stingiz bilan gaplashish bo'lishi mumkin. Telefon qilib, yaxshimisan, charchamayapsanmi? 10 minut, 15 minutga. Uydagilarga telefon qilib, kamchiliklar yo'qmi? Yaxshimisizlar? Nima yordam, nima xizmat? Yokida ko'chaga chiqib 20 minut peshkom aylanib kelish. Shu narsa bo'lishi mumkin. Shu sababli nimadir qilishga bizni ishimiz yo'q bo'lgan payti nimadir qilishimiz kerak. O'sha nimadir qilganimiz bizni miyamiz ochib tashlaydi. Peshkom ko'chaga chiqib yomg'irda aylanib yuribsiz, bu sizni o'qib tashlaydi. Miyangiz ochadi. Anjumani qilyapsiz, miyangiz ochiladi. Nimadir ish bilan bandsiz, miyangiz ochiladi. O'sha narsaga harakat qilish kerak. Doim nimadir qilayotgan bo'lishimiz kerak. Doim nimadir qilayotgan bo'lishimiz kerak. Va u narsalarni bitta muhimki, g'oya muhimki, boshqalar ko'rish uchun emas, o'zimiz progress qilishimiz uchun qilishimiz kerak. Miyada doim savol bo'lsin, am I making progress? Am I making progress? O'shanaqa. Men oldin yurish qilyapman, harakat qilyapmanmi? O'shanaqa narsa bo'lishi kerak. Progress eng muhimi. Doim progress qilishga harakat qiling. Oddiygina oyoq kiyimingizni prosta artib qo'yish bo'lsa ham. Endi bu narsa sizning hayotingizda har xil bo'lishi mumkin. Oddiygina kitob o'qish bilan bo'lsa ham. Xo'p, shunaqa gaplar. Sizni yana bir bor yomg'ir oldiga olib bormoqchiman. Sal ertaroq ham video olgandik, lekin unda kun yorug'roq edi. Tak, shunaqa gaplar. Bu yerdami? Qanaqadir bizning gapimiz bor. Pain is your friend, pain is your ally. Pain tells you when you have been wounded badly, but you know what is the best thing about pain is? It tells you what you are. It tells you are not dead yet. Xullas, anaqalar yozgan, nima deydi? Chinese people yozgan uni. Chinese factorydan kelgan bu. O'shaning uchun grammatika xatolar ko'p. Xullas, og'riq sizni hali beri tirikligingizni o'rgatadi degan. O'shaning uchun progress qilayotgan paytimizda nimadir qayerimizdor og'risa yoki noqulay his qilsa, it means we're alive. It means we're still living, okay? Shunaqa gaplar. Sizga atrofda yana bitta ko'rsataman. Tak. Juda ham zo'r. Lekin mana shu panjaralar ham meni ba'zan nima deydi? G'alati noqulay his qildirib turadi, lekin bular yaxshi zashita. Okay, siz bilan keyingi safar gaplashamiz. Akasi, mayli, o'zingiz ehtiyot qiling. Xudo xohlasa keyingi videolarda gaplashamiz. Bundan oldingi videomiz sal noto'g'ri chiqqan, lekin keyingi videolarni yaxshiroq qilishga harakat qilamiz. Bye.